Bir yan tarafımız Miskin taraftan geliş. Yine bu Hamdam Tih. Bir tarafımız Türkçü şahardan geliş. Türkçü şahardan gelişte çap kolda. Balkanın kaptalından gidip bitiledi. Miskin taraftan gelişte 10 kolda. 10 koldan gidip barlar. Asfalt görünüp turibdi. Uzakı 400 metr, 500 metr asfaltdan girip kelasiz. Asfaltdan kelgandan keyin shu yerda chap qo'lda yana bir 50 metr, 100 metr yuriladi ichkari. Ko'rib tura olasiz. Hamdam Texandan girib kelinadi. Sezar Natajdan patolog bilan uyingiz yanada fayzli, yanada ko'rkam. Baraka Turkiya kanal nomidan murojaat qilsangiz 5% chegirmaga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum, Baraka Turkiya kanaliga obunachilari, hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizga To'rtko'l tuman Paxtachi uyi birinchi bo'limda joylashgan joyni reklama etacakman. Umumiy yer maydoni 24 sotik. Gaz, svet, suv hamma narsa bor. Maktabim yaqin. Hozir maktab salonda 77-maktab. Umumiy yer maydoni 24 sotik. Chegarasi ina shu chetdan boshlanadi. Bagi molxonaning chetinacha. Molxonaning biragi chetinacha. Yer maydoni 40 metr, 60 metr. Ina shu joy sotiladi. Dokumentlari 100% taq. Egasini bemalol aloqa chiqarasizlar. Chorvoqdan yordam bo'lsa, keyin chorvoqi yerlari ekilib turadigan yeri yaxshi yer. Dambisi diklangan, qo'shimcha xonalar, sazanglar bo'ladi joyni orqa tarafına. Böyle malxona ondan diklanib turibdi ekan. Ko'rib tura olasizlar. Şöyle dambi diklanib turibdi. Chegarasi shu yashil bo'lib turgan yeracha. Yeşil bo'lib turgan yer bera qaramaydi, bu joyga qaramaydi. Yeşil bo'lib turgan yeracha chegarasi. Bu taraf chegarasi ina bu taraklaracha. Ko'rib tura olasizlar. Video birdan like bosing, danışmışlara. Yana shu videoni tashlab qo'ying. Katta yer uchastkasi izlab yurgan danışmışlara yana shu videoni tashlab qo'ying. Ajoyib joy. Dokumentidan muammo bo'lmaydi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Egasini videoning sarlavhasida egasini nomerini yozib qoldiraman. Umumiy yer maydoni 24 sotik, sotiki $1000 dan $24000 bo'ladi. $24000. Fakat naqd pulga sotiladi. Variant bo'lsa, egasi bilan gaplashsanglar bo'ladi. Yetmayapti, ozroq egasi bilan gaplashsanglar qarashib turadi. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, kelishsanglar yana 1-2 so'm qaytadi. $1000 dan. $24000 dan yana 1-2 so'm qaytib berib kelishasiz, xudo xolasa. Hammaga shunday katta yer uchastkalarida, katta yerlarda yashash nasib etsin. Videoga bir like bosing, kommentariya o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Baraka Turkiya kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Maktab namozi ko'rsatib o'tamiz, adresdan, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Hammaga rahmat. Bir yan tarafımız Miskin taraftan geliş. Yine bu Hamdam Tih. Bir tarafımız Türkçü şahardan geliş. Türkçü şahardan gelişte çap kolda. Balkanın kaptalından gidip bitiledi. Miskin taraftan gelişte 10 kolda. 10 koldan gidip barlar. Yine bu Hamdam Tih'te ötkenizden keyin Selarak'ta mektabim var. Taze mektep salonda 77-maktab. Binan azı görünmeydi ekan.